Do'stlar, sizlarga foydali kontent qilishdan tashqari biz zapret tekshirish va ular yechish bilan ham shug'ullanamiz. Bir do'stimiz Rossiyaga kirishga taqiq bor edi. Ya'ni biz bu hujjatlarni tahlil qildik va ariza tayyorlab buni ko'rib chiqishga yubordik. Natijada Rossiyaga kirishga taqiq rasmiy ravishda bekor qilindi. Assalomu alaykum. Hamma yaxshimi? Shuhrat Amilov katta rahmat aytmoqchiman. 11 statiya bo'yicha meni vidvareniya qilib yuborgandi. Rossiyadan shuga murojaat qilgandim. Ba'zidan tekshirib ko'rib, yana o'zlari ochib berdi. Katta rahmat. Ochsa bo'larkan, lekin hammasini ham emas. Ko'p odamlar aytdi, ochsa bo'lmaydi deb. Meni qarz topib, do'stlarimdan akamning bor ko'rda ishlaydi. Bu Shuhrat akam yordam berib, Xudoga shukr, mana ochib kim oldim Moskvaga. Shukr, Xudoga shukr. Agar sizda ham shunday muammo bo'ladigan bo'lsa, biz qo'ldan kelganicha yordam berishimiz mumkin. Rossiyada yuridik maslahatlar bu huquqiy doimgi hamrohingiz. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun biz kanalimizga obuna bo'lib oling va migrantlarga oid doim qulayliklar va yangiliklar bilan bu yerda boxabar bo'lib boring.